Moped va skuter haydash uchun guvohnoma olish osonlashadi. O'zbekistonda o'rtacha oylik 6 million so'mdan oshdi. Radarlar qayd etgan qoidabuzarliklar uchun jarima ballari yoziladi. Yangi Toshkentda ko'p funksiyali yerosti majmualari barpo etiladi. Toshkentda 144 tup archa kesib tashlandi. Kun davomida kunuz yoritgan muhim mahalliy yangiliklar bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Hukumat qaroriga binoan 2026-yilning 1-yanvardan boshlab moped va skuter kabi transport vositalarini boshqarish uchun haydovchilik guvohnomasining A1 kichik toifasi joriy etiladi. Uni olish uchun avtomaktabda o'qish talab qilinmaydi. A, B, C, D toifadagi guvohnoma egalari moped va skuterlarni ham boshqarish huquqini oladi. A1 toifadagi haydovchilik guvohnomasiga nazariy va amaliy imtihonlarni topshirish uchun o'qishni tugatgani haqida guvohnoma talab etilmaydi. Nazariy imtihonda 20 ta testdan kamida 16 tasiga to'g'ri javob bergan A1 toifaga nomzodlar nazariy imtihonni topshirgan deb hisoblanadi va amaliy imtihonga qo'yiladi. Sentyabr oyi yakunlariga ko'ra O'zbekistondagi o'rtacha ish haqi 6 million 167 ming so'mni tashkil etdi. Eng katta oylik Toshkent shahri va Navoiy viloyatida, eng kami esa Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida qayd etilgan. Sohalar bo'yicha eng baland ish haqi sug'urta sohasida, eng kami esa maktabgacha ta'limda qayd etilgan. Oylik maoshlarning eng yuqori o'sishi Samarqand, Namangan va Sirdaryo viloyatlarida kuzatilgan. Hisobot davrida faqatgina ikkita ma'muriy hududda, Toshkent shahri va Navoiy viloyatida nominal ish haqi respublikadagi o'rtacha darajadan yuqori bo'lib, qolgan barcha hududlarda bu ko'rsatkich respublika darajasidan turli miqdorda past shakllangan. Davom etamiz. 2026-yilning 1-apreldan boshlab foto va video radarlar orqali qayd etilgan yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun ham jarima ballarini hisoblash boshlanadi. Hozir faqat yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari qo'l rejimida tuzgan bayonnomalar bo'yicha ball hisoblanmoqda. Yo'l harakati qoidabuzarliklari uchun jarima ballarini hisoblash tartibi 2025-yil 1-iyundan boshlanadi. Shundan buyon faqat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi tomonidan qo'l rejimida qayd etilgan qoidabuzarliklarga nisbatan jarima ballari hisoblanmoqda. Bu tizimda qoidabuzarliklarning 20 ga yaqin turi uchun 0.2 balldan 2 ballgacha jarima ballari belgilangan. Xususan tezlikni ruxsat etilganidan soatiga 20 km-gacha oshirib yuborganlik uchun 0.5 ball hisoblanadi. 12 oy ichida 12 ball to'plagan haydovchilar 6 oydan 3 yilgacha muddatga haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'ladi. Yangi Toshkent shahrining zamonaviy konsepsiyasiga ko'ra, shaharning markaziy qismlarida ko'p funksiyali yerosti majmualari barpo etiladi. Ularda transport va servis xizmatlari, shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qulayliklar xalqaro standartlar asosida joriy qilinadi. Konsepsiyaga muvofiq shaharning markaziy hududlarida ko'p funksiyali yerosti majmualari barpo etilib, aholi va mehmonlar uchun transport, servis va ijtimoiy xizmatlar bir nuqtada jamlanadi. Yerosti majmualari shahar yuklamasini yerostiga qisman taqsimlash, piyodalar harakatini xavfsiz va qulay qilish, servis xizmatlariga tezkor yetishuvni ta'minlashga xizmat qiladi. 25-oktyabr kuni Toshkent shahrining Yakkasaroy tumani Nukus ko'chasi va Bobur ko'chasi kesishmasidan boshlab, Bobur ko'chasi bo'ylab avtomobil yo'lida o'nlab daraxt kesib tashlangani aks etgan video tarqaldi. O'rganishlar natijasida jami 144 tup можжевельник daraxti moratoriy talablariga zid ravishda kesib tashlangani ma'lum bo'ldi. Bu prezident farmoniga asosan joriy etilgan moratoriy talablariga zid hisoblanadi. Ayni vaqtda daraxtlar kesilgan hududda manzarali daraxtlar ekish ishlari boshlab yuborilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, tabiatga yetkazilgan zarar 620 million 472 ming so'mni tashkil etmoqda. Aniqlangan holatlar bo'yicha aybdorlarga tegishli jazo ko'rish uchun hujjatlar rasmiylashtirilib, prokuratura organlariga yuborish choralari ko'rilmoqda. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimizning so'nggisi edi. Xayr, salomat bo'ling.